Issiq havo yurak kasalliklari uchun nimasi bilan xavfli? Birinchi navbatda degidratatsiya, ko'p suyuqlik yo'qotish. Bu qonning quyuqlashishiga va qon tomirlarida qonning harakatlanishini qiyinlashishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab yurak urishining tezlashishi. Bu asosan tanadagi issiqlikni tarqatish maqsadida yurak tez uradi va yurakka bo'lgan stress ta'siri yanada oshadi. Uchinchisi qon bosimi o'zgarishlari. Qon bosimi tushishi, hushdan ketish, yurak xurujlari kuzatilishi mumkin. Shuningdek, issiqlik to'lqinlari bu yurak qon tomir kasalliklarida gipertoniya, yurak ishemik kasalliklari, stenokardiya xavfini oshiradi. Bu holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Kun davomida tez-tez suv iste'mol qilib turish va harakatni nazorat qilish. Albatta, yurak yetishmovchiligi va buyrak yetishmovchiligi bor bemorlar shifokori maslahati bilan suv iste'molini belgilash lozim. Yozda qaysi mahsulotlarni iste'mol qilish yurak uchun foydali? Pomidor, brokoli va ismaloq bu kaliy va magniyga boy mahsulotlar hisoblanib, bular yurak ritmini va yurak urishini normallashtirib turadi. Shuningdek, tarvuz bu organizmda suv balansini va antioksidant xususiyatlarini ta'minlab beradi. O'rik, gilos, shaftoli kabi mevalar C vitaminiga boy bo'lib, qon tomirlarini mustahkamlaydi va issiqlikka ta'sirchanlikni pasaytiradi. Yurak qon tomir kasalliklari bor bemorlar bunda nimalarga ahamiyat berish kerak? Kunning issiq vaqtlarida ko'chada yurmaslik, suvni me'yorda iste'mol qilish, 1,5 yoki 2 litr oralig'ida iste'mol qilish. Shifokorlar tomonidan buyurilgan dori vositalarini o'z vaqtida iste'mol qilish. Oziq-ovqatlar tarkibida asosan yog'li va sho'r mahsulotlarni cheklash shular jumlasidandir. Yozda qaysi vitamin va minerallar yurak faoliyati uchun foydali hisoblanadi? Kaliy yurak ritmini normallashtiradi. Banan, qovun, pomidor. Magniy yurak mushaklari faoliyatini yaxshilaydi. Grechka, yong'oq. Vitamin C qon tomirlar elastikligini oshiradi. Gilos, qulupnay, mandarin. Omega 3 va yog' kislotalari yurakning yallig'lanish holatlarini kamaytiradi. Bu asosan zig'ir urug'i va baliq mahsulotlarida uchraydi. Yuqorida aytib o'tgan mahsulotlarimizni iste'mol qilish yoz faslida yurak faoliyatini yaxshilaydi va ortiqcha yuklamalarga bo'lgan ta'sirchanlikni pasaytiradi. Yuragingiz sizga ishonib topshirilgan, uni asrang. Yozda ham sog'lom yurak bilan hayotdan zavqlaning. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring.